Siz aqlli televizor, aqlli konditsioner, hattoki aqlli kirish mashinasi haqida eshitgansiz, lekin aqlli sovutgich haqida ma'lumotga egamiz. Ushbu video orqali LG brend tomonidan ishlab chiqarilgan aqlli sovutgich haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz va asosiysi narxlari chegara narxlarda bo'ladi. Ushbu sovutgichimiz LG brend tomonidan Indoneziyada ishlab chiqariladi va razmeri keladigan bo'lsak, bo'ylari 185, eni 70 va chuqurligi 73 bo'ladi va ichkari hajmi, ya'ni 461 litr, 100 litr marazika qismi va 361 litr sovutgich qismi bo'ladi va ko'rishlaringiz mumkin, nihoyatda chiroyli dizayn bilan ishlangan. Asosiysi boshqaruv panellari tashqarida bo'ladi, hattoki Wi-Fi orqali siz masofadan turib boshqarishingiz mumkin va shu gavdasiga A++ darajada, ya'ni oyiga sizga 13,000-14,000 atrofida, ya'ni yiliga 270 kilovat tok rasxod qiladi. Va ichkari qismiga keladigan bo'lsak, mana eshiklarni ko'ring, nihoyatda qalin qilib ishlangan va birinchi ko'zga tashlanadigan narsa multi air flow, ya'ni har bitta qismiga havo chiqish joylarini alohida qilgan va air maker funksiyalari ham bor, ya'ni yoz kunida sizga muz parchalarini hosil qilib beradi. Va mana sovutgich qismiga keladigan bo'lsak, mana birinchi ko'zga tashlanadigan narsalardan biri eshik cho'ntaklari nihoyatda baquvvat va katta qilib ishlangan va bu yerda albatta fresh zone bo'ladi, ya'ni go'sht mahsulotlari uchun, baliq, go'sht va tovuq mahsulotlari uchun alohida bokslari bor va bular vidvijnoy bemalol oldiga chiqib bemalol ishlatishingiz mumkin va bu premium segmentdagi sovutgich bo'lganligi uchun hajm fresh funksiyasi bor. Ushbu funksiya orqali ichkaridagi bakteriya va zamburug'larni 99% yo'q qilib beradi va sizga hech qanaqangi hid, xush va shunga o'xshagan noxush hidlarni oldini oladi. Va albatta fresh bokslari bor, ya'ni sabzavot va meva-chevalar uchun alohida fresh bokslari bor va ishlari ham nihoyatda keng qilib ishlangan. Va ushbu sovutgichimiz nimani hisobiga aqlli deyiladi? Ushbu sovutgichimizni sotib olganingizdan so'ng 2 hafta davomida ishlatgan paytingizni analiz qiladi va qaysi bir paytda ko'proq ochyapsiz, qaysi bir paytda ko'proq ishlatyapsiz. O'sha ishlatish, ya'ni pik vaqtiga 1 soat yoki 2 soat qolganda bu sizga maksimal darajada ishlab, narsalaringiz tabiiy holatda ushlab beradi va qolgan paytlarda bo'lsa eng minimal darajaga tok rasxodi tushib, sizga uzoq yil ishlab beradi. Shuni hisobiga buni aqlli sovutgich deyiladi. Va albatta ushbu katta sovutgichimizni siz mijozlarimiz uchun narxini bor yo'g'i $785, 9,600,000 so'm qilib belgiladik va kimga xuddi shunaqangi premium segmentdagi sovutgichlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin va bizni kuzatib boring va obuna bo'lish va like tugmani bosish esdan chiqmasin.